aziz opajonlar, o'rtoqjonlar, hozirgina ko'rsatib berganimdek shu dubayskiy abaya mana material Dubay, tosh Dubay, lekin o'zimizni производство, shuning uchun 250 mingdan narx qo'ydik. Opalar ishoninglar, kачество lyuks, kir mashinada yursanglar ham hech narsa qilmaydi. Hozir ketdi, yaqinroqdan ko'rsataman. Aytgancha bu orqa varianti, mana ustimda skromniysi, mana oldi varianti, juda ham chiroyli turadi. Kevrasizlar, ovurasizlar. Xo'p, ketdik, ko'rsatamiz. Toshlari toza Swarovski tosh mana. Yaqinroqdan ko'rsanglar bo'ladi. Rukavalari shunaqa chiroyli manjatni. Materiali kачествоsi lyuks, yaxshi kачество. Biz oldin abayalar tikkanmiz, bilishadi, olganlar, kiyganlar o'sha kачествоdan. Narxi 250, optimga ham, donaga ham. Optimchi qizlarimiz 250 ming deyapmiz, 250 ming. Bemalol kelib ushbu abayalarimizni olsanglar bo'ladi. 250 mingdan 3 xil rangda razmer standart ketaveradi mana. Kattaligini ko'ryapsizlar, hammalarga zo'r turadi, shoshilinglar.